Assalomu alaykum obunachilar, kanalimiz a'zolari, akalar. Bugungi chiqadigan videomiz qiziqarli video bo'ladi. Tomoshabop video bo'ladi, akalar. Video yoqsa like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar, akalar. Qo'ylarni boqish jarayoni, yem berish jarayoni qo'ylarga, akalar. Ko'ryapsizlar. Haqiqiy oson usulda qo'y baqish, akalar. Vaqti ham o'g'irlamaydi, rasxoti ham kam. Taqda ham qo'chqorlar. 100 bosh qo'chqor bor ekan bu qo'ralarga. Ko'rib turibsizlar, hammasi Qirg'iziston qo'chqorlari. Zot yo'nalishiga daxl yaptirgan qo'chqorlar. Akalar, bu yemishi chuluq. Chuluq bilan makka. Kepak. Makka deyman, kepak. O, ag'da ham qo'raga to'lgan. Assalomu alaykum obunachilar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y ishqibozlari. Akalar, videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib, like bosib turasizlar, xohlasa. Bugun 25 mart 2026-yil. Tomoshabop video qilamiz, akalar. Xohlasa baqilyapti turgan qo'ylarni semkasi. Mana jonivorlarni ham yeyishini ko'ringlar. Bahor keldi, kunlar isib, qo'ylarni yungini olish kerak akalar. Mana shu qo'ylarni yungi bugun olinibdi. Mana hammasi ishtahasi ham ochildi akalar, ko'rib turibsizlar. Issiqda qo'yim nimaga hashak yemayapti, yemayapti deb o'ylanmay, junini og'izib tashanglar. Badaniga shamol tegib, ancha o'zgarishiga ham yaxshi effekt bor. Jonivorlar qaranglar, hammasi yemini talashib yeyapti. Bir dona ham yemi qolmadi akalar, mana shular. Like deb bosib, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying akalar. Foydali videolar chiqishda davom etadi, xohlasa. Inshaalloh. Qo'chqorlar yemi berilyapti. Buni ustiga bug'doy tushadimi aka? Jonivar 22. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turing obunachilar. Alo. Süt yok mu vardı? Neden yok mu süt? Alo. Süt neden yok mu? Qo'chqor baqaman degan akalarimizga ozgina bo'lsa ham video ma'lumot. Mana shuni ustiga kepak so'yib berish ekan. Abitdagi yemini yeyapti bular hozir. Qo'chqorlar. Obunachilar, bu chuluq ekan. Chulxa deygan, chuluq. Ustiga kepak so'yib berish ekan. Baqda ham qo'chqorlar bor. Havas qilganlar bittadan like bosib, kommentariyada iliq fikrlarni qoldirib turaverasizlar akalar. Jonivorlar yemishini qaranglar akalar.
havas qilganlar like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Kanalimiz yangi akalar. Rivojlanish uchun like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaringda xolasa shunaqa chiroyli, foydali videolar chiqarishda davom etaveramiz akalar. Mana. Jonivorlar. 10 minut vaqt ketgan endi. 100 ta qo'yiga qarashga 10 minutda mana yemi ham berib bo'lindi. Tayyor holatdagi yemni tashab qo'yish ishmas akalar.